30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Bayovut tumanida yana bir muhim va quvonchli voqea ro'y berdi. Tumandagi zamonaviy yoshlar markazi binosi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Bu albatta bayovutlik yoshlarga haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi. 20 sotix maydonda bunyod etilgan markazning loyiha qiymati 3 milliard 300 million so'mni tashkil etadi. Zamonaviy maskan bir vaqtning o'zida 350 nafar yoshni qabul qilish imkoniyatiga ega. Markazda yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar o'rganishi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishi uchun ibrat farzandlari, UzChess, kelajak kasblari, ustoz AI, mutolaa, robototexnika xonasi, coworking xona, book cafe, tadbirlar maydoni hamda zakovat turnirlari uchun maxsus infratuzilmalar tashkil etilgan va bu yerga yoshlar istagan vaqtida kelib shug'ullanishi mumkin. Endi biz bu yangi ochilgan binoda bemalol kelib kitoblar o'qib, o'zimiz savodxonligimizni oshirishimiz mumkin. Yoshlarga berilgan imkoniyatlardan biz juda ham xursandmiz. Bu yerda yo'lga qo'yiladigan to'garaklarga har hafta 1000 nafarga yaqin, har oy esa 3000 nafarga yaqin yoshni qamrab olish rejalashtirilgan. Mazkur markazning ishga tushirilishi Bayovut yoshlari uchun o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar markazimizda kitobxonlik, IT sohalari va boshqa yo'nalishlarda bemalol yoshlarimiz kelib, o'zlarining iqtidorlarini mana shu yerda ko'rsatishlari mumkin. Qolaversa, bugun Sirdaryo viloyatida ham yoshlar bilan ishlash tizimida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, birgina IT sohasida startap g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun 2 nafar yoshimizni g'oyasi 3 ta venture fondlaridan 300 ming dollarlik grant yutib, mana bugun amaliyotga joriy qilingan. Oldimizda katta yozgi ta'tillar, o'sha bitiruvchi yoshlarimizni bandligini ta'minlash va boshqa yo'nalishlarda yoshlarimizni qamrab olish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha alohida rejalarni ishlab chiqamiz va mana shu rejalarni amalga oshirish bo'yicha barcha zarur chora-tadbirlar aniq mexanizmda ishlab chiqilgan. Markaz faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Sirdaryo viloyati yoshlar ishlari boshqarmasi tomonidan televizor hamda 150 dona kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi.